Assalomu alaykum baba dehqonlar, hormanglar baba dehqonlar. Mana biz ham hosillarimiz pishdi, yig'ishtiryapmiz. Baba dehqonlarni hammasiga baraka tilayman, barakasini bersin. Dehqonchiliklarim yaxshi bo'ldi. Prezident otamizga rahmat, yerni berganiga. Prezident otamiz yerni bergan ekan, mana dehqonchilik qilsin degan ekan, dehqonchilikni qilib chinoylarni yig'ishtirib oldim. Mana endi navbat kartoshkaga keldi. Kartoshkalarni yig'ishtiryapman. Barcha baba dehqonlarga omad tilayman. Hammasi ekinlari bo'lsin, yig'ishtirib olsin asalaman. Aytgan nima narx-navosiga sotib olsin. Uyga desa uyga bo'lsin, puli to'yga desa to'ylarga buyursin, yaxshi niyatlarga sotib, yaxshi niyatlarga ishlatsin, yaxshiliklarga. Ular qatorida meni dehqonchiligim ham bo'ldi deb